Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 2-qismidan 1-mavzu 16-darsimizni boshlaymiz. Mavzumiz nomi qo'shish va ayirishga doir masalalar. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimizda biz qo'shish va ayirishga oid ba'zi bir masalalarning qanaqa tartibda yechilishini batafsil o'rganib chiqamiz. E'tiboringizni quyidagi namunaviy masalaga qarating. O'quvchilar, birinchi navbatda biz masalani ishlashdan avval uning shartini yaxshilab o'qishimiz va nimani so'rayotganini yaxshilab tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun masalani oxirigacha o'qiymiz, boshidan boshlab. Milliy hunarmandchilik do'konida birinchi kuni 36 ta, ikkinchi kuni undan 14 ta ko'p so'zanalar sotildi. Ikkinchi kuni nechta so'zana sotilgan? Xo'sh, masalaning ishlanish tartibi qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda biz qanaqa ma'lumotlar berilganligini yozib olishimiz kerak bo'ladi, qisqacha qilib. Xo'sh, asosiy berilgan ma'lumot bizda nima? Milliy hunarmandchilik do'konida birinchi kuni 36 ta so'zana sotilgani aytilyapti. Demak, biz yozib olamiz. Birinchi kuni 36 ta. Endi yana bizga nima berilyapti? Ikkinchi kuni undan 14 ta ko'p so'zanalar sotilgani berilyapti. Men hozir ikkinchi kuni aynan nechta sotilganini bilmayman, lekin birinchi kundagidan 14 ta ko'p ekanligini bilaman. Mana, kerakli holatda yozib oldik berilishini. Endi masalaning yechilish qismiga o'tamiz. Xo'sh, bizga berilgan ma'lumot birinchi kuni 36 ta sotilgan, ikkinchi kuni birinchi kundagidan 14 ta ko'p ekanligi aytilgan. Bu masalani ishlashimiz uchun 36 ga 14 ni qo'shamizmi yoki ayiramizmi? O'ylab ko'ring qani. Ha, ikkalasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Biz har doim ko'p degan so'zni ko'rsak, ularni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu masalaning javobi 36 qo'shuv 14 bo'lsa, 50 ga teng bo'ladi. Demak, ikkinchi kuni 50 ta so'zana sotilgan ekan. Javob 50 ta bo'ladi. E'tiboringizni keyingi namunaviy masalaga qarating. Birinchi navbatda masalani ishlash uchun uning shartini to'liq o'qib olishimiz kerak ekan. Mo'min polizdan 42 kilogramm pomidor va pomidorlardan 13 kilogramm kam bodring terdi. U qancha bodring tergan? Shartini yaxshilab o'qib oldik. Endi bizga berilgan ma'lumotlarni yozishimiz kerak, qisqacha qilib. Mo'min polizdan 42 kilogramm pomidor. Demak, asosiy urg'u beradigan joyimiz 42 kilogramm pomidor. Mana, pomidor 42 kilogramm. Va ikkinchi e'tibor qaratadigan jihatimiz pomidorlardan 13 kilogramm kam bodring terdi. Demak, bizga bodring haqida ma'lumot berilyapti. Aynan qanchaligini bilmaymiz, lekin pomidordan 13 kilogramm kam ekanligini bilamiz. Mana 13 kilogramm kam. Endi masalaning yechilish qismiga o'tamiz. Masalaning yechilish qismiga qaraydigan bo'lsak, pomidor 42 kilogramm, bodringni topish uchun 13 ni ayiramizmi, qo'shamizmi? Bu yerda kam degan so'z ishlatilgan. Har doim kam degan so'zni ko'rsak, ularni ayirishimiz kerak. Demak, bu yerda 42 dan 13 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Buni osonroq hisoblash uchun ustun shaklida ayirib olamiz. Birlar xonasi ostidan birlar xonasi va o'nlar xonasi ostidan o'nlar xonasini yozib olamiz. Xo'sh, bu yerda birlar xonasidagi 2 dan 3 ni ayirishni iloji yo'q. Shuning uchun
4dan, mana o'nlar xonasini ifodalovchi 4 raqamidan bitta o'nlikni 2 ga berib turamiz. O'shanda nima bo'ladi? Bitta o'nlikni bersak, u 10 ta birlikni bildiradi. Demak, bizda birlar xonasida 12 hosil bo'ldi. Endi ayirsak, 12 dan 3 ni ayirsak 9 hosil bo'ladi va mana buni tepasiga bitta nuqta qo'yishimiz kerak edi va 4 bittaga kamaygani uchun uning o'rnida 3 qoldi. 3 dan 1 ni ayirsak esa 2 hosil bo'ladi. Demak, bizdagi javob 29 kilogrammga teng bo'lib qoldi. Tushundingizmi? E'tiboringizni keyingi namunaviy masalaga qarating. Shartida aytilyaptiki, bir egatdan 40 kilogramm, ikkinchi egatdan esa undan 2 kilogramm ko'p bodring terildi. Ikkala egatdan necha kilogramm bodring terilgan? Biz masalaning shartini o'qib oldik. Endi bizga berilgan ma'lumotlarni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi egatdan 40 kilogramm terilibdi ekan, ikkinchi egatdan esa 2 kilogramm ko'proq ekan. Mana ikkinchi egatdan aniq nechiligini bilmaymiz, so'roq, lekin 2 kilogramm ko'proq ekanligini bilamiz. Ikkala egatdan necha kilogramm bodring terilganini so'rayapti bizdan. Demak, yechilish qismiga o'tamiz. Birinchi egatdan mana 40 kilogramm terilibdi. Ikkinchi egatdan qancha bodring terilganligini topish uchun biz mana bu 2 kilogramm ko'p degan so'zni ko'ryapmiz. Ko'p degan so'zni ko'rsak, qo'shish amalini bajarishimiz kerak. Birinchi egatdan terilgan bodring 40 va ko'pligi 2. Demak, 40 ga 2 ni qo'shsak, 42 kilogramm hosil bo'ladi. Bu ikkinchi egatdan terilgan bodring. Endi asosiy joyi bizdan so'rayotgan savol, ikkala egatdan necha kilogramm terildi? Uning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi egatdan 40 kilogramm terilibdi. Ikkinchi egatdan qancha chiqdi bizda javob? 42. Ikkalasini jami qiymatini topish uchun biz 40 ga 42 ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Natija esa 82 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 82 kilogramm bo'ladi. E'tiboringizni keyingi namunaviy masalaga qarating. Shartida aytayaptiki, quyonlar tushgacha 29 ta, tushdan so'ng esa undan 6 ta kam sabzi yedi. Quyonlar jami nechta sabzi yegan? Xo'sh, masala shartini o'qib oldik. Endi bizga berilgan ma'lumotlarni yozib olamiz. Xo'p, tushgacha 29 ta sabzi yebdi quyon va tushdan keyin esa 6 ta kam ekan. Quyonlar jami nechta sabzi yeganini so'rayapti bizdan. Mana qisqacha yozib oldik va endi yechilish qismiga o'tamiz. Bu yerda tushgacha 29 ta sabzi yegan, tushdan keyin nechta yeganligini topish uchun biz 6 ni qo'shamizmi, ayiramizmi? Kam degan so'zni ishlatgani uchun ayiramiz. 29 dan 6 ni ayirsak 23 bo'ladi. Bu 23 tushdan keyingi yeyilgan sabzilar hisoblanadi. Endi jami qancha sabzi yeyilganini topish uchun tushgacha yeyilgan sabzilar 29 ta edi. Tushdan keyingisi 23 ta edi. Ikkalasini qo'shishimiz kerak jamini topish uchun. Demak, javobimiz nimaga teng bo'ladi? Buni osonroq hisoblash uchun ustun shaklida qo'shib olamiz. 9 ga 3 ni qo'shsak, birlar xonasini qo'shamiz albatta, to'g'rimi? 9 ga 3 ni qo'shsak 12. 12 ning birlar xonasidagi raqami, ya'ni 2 ni yozamiz, 1 ni saqlab turamiz dilda. O'nlar xonasini qo'shsak 2 ga 2 4 va saqlab qo'ygan birimiz bilan 5 hosil bo'ladi. Demak, natija 52 taga teng bo'lib qoladi. Demak, qolgan masalalarni ham
xuddi mana shu tartibda ishlab chiqishingiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan bizning darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.